Afsuski, Neymarni bu yilgi jahon chempionatidagi ilk goli va o'z faoliyatidagi jahon chempionatlaridagi so'nggi golni urganiga guvoh bo'ldik. Braziliya terma jamoasi pentakampionlar Norvegiya terma jamoasiga mag'lub bo'lishdi. Hollandni mana bu zarbasi suratga olish shart emas. Bas. Yig'lamoq istaysan, ko'z yosh qayoqda, fig'ondan asar yo'q, she'r bitilmaydi, bozor aylanasan, do'konlar ko'p-u, lekin biror joyda dard sotilmaydi. Nahot shunaqasi bo'lurmi tavba, sanchiq dardlaringni qumsay boshlaysan, mahorat ishlatib muxlislaringni yolg'ondagi dardlar yasay boshlaysan. Afsuski, odamlar nodon emaslar, bilarlar yolg'ondan yosh to'kkaningni, shodon kunlaringni aslo sevmaslar, ular yoqtirarlar dard chekkaningni. Ko'rkam hayotingdan bezadi hamma, qalbingda ulg'ayar sog'inch daraxti, Xudo anglatadi qosir aqlingga, baxtsizligidadir shoirning baxti. Yig'lamoq istaysan, ko'z yosh qayoqda, fig'ondan Abdullajon, qani menga aytchi, bu qanaqa shaklda? 3 burchak. Isbotla. Bilamizki ustoz, hamma odamlarda ikkita ko'z bo'ladi va ko'zi bor odam albatta ko'rishni biladi. Men ko'rib turibmanki, bu yerda 3 ta burchak bor. Demak, bu 3 burchak. Yo. Mana buni yechib isbotla. Abdullajon, qani menga Жизнь мою ты погубил, я полюбила. Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladi. Uning maydondagi ko'z yoshi Braziliya futboli muxlislari uchun eng qayg'uli lahzalar bo'ldi. Braziliya terma jamoasi jahon chempionatining 8-1 finalida Norvegiyaga 2-1 hisobda mag'lub bo'lganidan so'ng braziliyalik afsonaviy futbolchi Neymar xalqaro maydondagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. Men qayta urinib ko'rdim, lekin endi hammasi tugadi, dedi u. 34 yoshli hujumchi Braziliya erkaklar terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar sifatida faoliyatini tugatdi. U terma jamoa safida 129 ta uchrashuvda maydonga tushib 80 ta gol urgan. Neymar 2010-yilda Braziliya terma jamoasi safida debyut qilgan va 4 ta jahon chempionatida ishtirok etgan. Shuningdek, u 2 marta Olimpiya o'yinlarida qatnashib, 2012-yilda kumush medalini qo'lga kiritgan hamda 2016-yilda Braziliyani Olimpiya chempionligiga olib chiqqan. 2026-yilgi jahon chempionatida braziliyalik hujumchi 2 uchrashuvda maydonga tushdi va har ikkala o'yinda ham zaxiradan maydonga qo'shildi. Guruh bosqichida Shotlandiyaga qarshi bahsning ikkinchi bo'limida qisqa muddat o'ynadi. Norvegiyaga qarshi 8-1 final uchrashuvida esa qo'shimcha daqiqalarda penaltidan gol urib, turnirdagi yagona golga mualliflik qildi. Bu xabar e'lon qilingandan so'ng afsonaviy futbolchi Thierry Henry Neymarning butun faoliyatiga yuqori baho berib, har bir yosh futbolchi Neymar bo'lishni orzu qilishini ta'kidladi. Neymar buyuk futbolchi edi va shunday bo'lib qoladi, dedi u. Shuningdek, Zlatan Ibrohimovich ham Neymarni iliq so'zlar bilan kuzatdi. U Yevropaga kelib katta iz qoldirgan Televizor muborak bo'lsin. Eshitdinglarmi? Men shunaqa Xonsaroy kompaniyasidan prosmotrlar yig'ayotgan sun'iy qizlar eringlarni Janob Frederik. Breaking news, Neymar Jr. announces after the defeat of Brazil against Norway that he's leaving international football. He's retiring from international football. We will not see Neymar Jr. anymore. La ilaha illa. Whoever said it's tougher. Xayr Neymar, xayr Braziliya. Ha do'stlar, biz mundialdagi ilk katta sensatsiyaga guvoh bo'ldik. Sezyapsizlarmi? Video kommentida Ikki braziliyalik futbolchining o'zini tutishi yoqmadi menga. Baribir Neymar Braziliyaga yetakchi ekanligi. Baribir Neymar borish kerak ekanligi. Bular bilan Karlanchelotti bir narsa qilishi juda ham qiyin. Neymar shu chalajon holida ham bu ikkalasidan ham butun futbolchi. Shu, ya'ni shaxs sifatida ham, terma jamoa yetakchisi sifatida ham bularga kuni qolmasa, ikki braziliyalik futbolchining
ongdagi Bugun O'zbekistonda qurilish sohasi juda tez rivojlanmoqda. Tell me about your hobby. Bittagina stadion qurish uchun katta tog'i portlatib yuborishga arziydimi? Bu Portugaliyadagi mashhur Braga stadioni. Uni qurish uchun naqd 1,5 million kub metr granit tosh portlatib olingan. Loyiha 2003-yilda qurib bitkazilgan va o'sha vaqtdagi narxi 83 million yevroni tashkil qilgan. Tasavvur qilishingiz uchun u paytdagi stadionlar 30-40 million yevroga tushgan. Ya'ni tog'i portlatib, po'lat troslar tortish loyihani 2 baravarga qimmatlashtirgan. Bu yerdagi eng esda qolarli o'yin 2011-yildagi Braga va Liverpool o'rtasida bo'lgan. Arxitektura va qurilish bo'yicha shunaqa foydali ma'lumotlarni olib va daraxt ekish. Hozir men sizga ko'rsatadigan 17-20 yosh orasidagi bolalarni mana shu Aka sun'iy intellektda Xabarlaringiz bor, bugun Portugaliya va Ispaniya o'ynaydi. Ispaniyada meni jigarlarim o'ynasa ham, lekin men Portugaliyaga, shaxsan Ronaldoga muxlislik qilaman. Portugaliya yutib, Ronaldo finalgacha borishini va finalda Messi bilan to'qnash kelishini, Argentina bilan to'qnash kelishini xohlayman va unda kim kuchli bo'lsa o'sha yutishini xohlayman. To'g'risini aytaman. Nimaga? Chunki Ispaniyada Yamalda imkoniyat bor. Keyingi jahon chempionatlarida yana qatnashishi mumkin. Pedri ham, qolgani ham, lekin bitta narsani bilinglar, bu yilgi jahon chempionati qaysidir komandalar yutayotgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy futbol yutqizyapti. Yutqizganda ham katta hisobga yutqizyapti. Sababi Neymar, Ronaldo va Messi kabi dahshatli futbolchilar keyingi jahon chempionatlarida o'zi o'ynamaydi. Bular terma jamoasi bilan xayrlashadi. Hozir uchalasi bilan ham gaplashdim, bo'ldi pishdi. Aka, bo'ldi, to'xtatamiz deysiz. Shuning uchun bo'layotgan futboldan maza qilib tomosha qilinglar va finalda Portugaliya va Argentina o'ynashini va kim kuchli bo'lsa o'sha yil yutishini xohlayman. In another life, this may have been different. Agar sizlarni kimdir yoqtirib, Madina Abdurahmon. yolg'izlik Yaxshimi? loshet. Falastinlik musulmonlar uchun qancha universitetlarni aytaman, ketma-ket. Ever imagined yourself? Hammaga salom, hozir sizlar bilan Endi sun'iy mana mana shu case Kiva ichan Sani xohlanmagan joy. families. Bolaligimizda Charlie Você continua não tendo nenhuma estrela. Brasil 5 stars. We're getting our first now. O'g'il bola bo'lish juda ham oson. Biz nima qilamiz? Ertalab uyg'onamiz, dobraya o'tira deb 10 ta har xil qizga yozamiz. Biz yolg'on gapiramiz. Haqiqatan ham sen boshqacha ekansan. Boshqa qizlarga umuman o'xshamaysan deb aytamiz. Oynada rasmga tushib stories qo'yish uchun обязательно zalga chiqamiz. Futbolni matchlarni birontasini qoldirmasdan ko'ramiz. Eski qizlarimiz haq bo'lsa ham, ularni har doim nohaq bo'lgan edi deymiz. Keyin yana доброй ночи deb 10 ta har xil qizga yozamiz va shu holat har kuni davom etadi. O'g'il bola bo'lish. Xo'sh, qo'rquv vataningiz nima berdi sizga? bu antiduo. Vatanam onaday. Undan tama qilish gunohi azim. Vatan mana bu maviy osmon, mana bu yer, mana Iymon bu faqat Meus amigos,